Bu sizning oiladan kim g'oyib bo'lib ketdimish 5-yil voqeasi bilan munosabatli? Bolarimninki durusha. Ya'ni yo'ldishingiz. Ha, yo'ldishim. 5-yil voqeasi yuz bergan chog'da yo'ldishingiz nerede? Urumchida to'qad, Urumchi shaharda o'tgandir. Nima ish etdim? 5-yil o sayxal tarafga o'tgan bu. Millatda tijorat qilib, ahvolim tarafda o'shandaga arvoda malak ketgan. O millatga kechqurun yomay millatga Tutilib ketgan vaqt qachon? 7-klass, 6-klass o'zim talab chiqmay o'tadi, bizning to'rodikilar talab chiqmay o'tdi, talab chiqmadi 6-klass. 7-klass deganda o telefon bozor kiradi ketdi. Shu ketgan yo'qda 10:20 bilan qolayotganchilik bo'lib ketdi bizning turbatxonada. Şunun kech oldu, şam oldu, yok 8:20 bo'lganda telefon qildi menga. Biz ishda yo'l ketib olsak, yo'lchilar vaqtida chiqib biz mashinada yangiga o'tirib qo'yiladi. Mashina solab, shundan paysoga turib qo'yishadi. Gonchoning tepki shundan paysoga turibdi. Shu payso turib kecha 8:20 bilan men telefon qilgan. Biz paysoga chiqib qoldik, sen entirmay yutib birat atib biz o'tirib qo'ygan bo'ldi. Entirmay yutib bir telefon qildi, shu telefonchi yo'qdi. Shu yo'qolganchi yo'q. Shu chimon paysoga sizlar bir paxmadangmi? Vaqtda ismim qaytaysa o'shganlikka qaytaysa deb qo'yishni qo'yibdi. O'zim onun joyda shu biraylarning shu jiyaran sifatlarni yo'qotib ketganligini anglab, shuni so'rashdilar. Bu shu yetti bola tutilgan, naylan hikoyasida to'q shuning uchun telefonda shu yerda bizdan telefon qilgan. Degan gapni anladim. Ular bizdan bu bog'ni onun joyida nishahu yaptirib, shuni dadam so'rashdilar. Biz bilan birga tutilgan shu hikoyasida to'g'an to'xtashibsa. O'zi jiddiy bo'lib, bizni boshqa kirmalarni yo'qotdi. Mashina qaplab, endi saat kirmaga borgan ustidan bütün hikoyasini rasman qilgan dedi. Qaysi shundan payso aytang degan bir qozoq so'rab qo'ygan bizni dedi. Biz shu paysodan ish bilan dindimizga qilib turgan dedi. Shundan xizmat qiladi. İsmini kim? Aytang sen aytang. Aytan. Shu so'rab ketganmi? So'rab Aytan degan saçma qishib bir paxmadingizmi? Sen meni yo'lchimni so'rab ketgansa, qayerda deb. Dadam bilan qaynonam bilan qaynotam chiqib shu yerga shu taqsim ketib, keyin shu platsada chiqqan bu bolalarni shu kun kechda adiyoncha turib yetkilayotgan bolalar. Enamdan qolgan ishini bilmayman. Biz turib yetkilayotgan bolalar apag'an shopir bolalar, soqchi bolalardan ta'til qo'ydi. Bunlarga biz qo'yiblarda qozoq shunda desa, boshqa xanjo taqsimlarkan uning gap qilib shuning bilan aytib qo'ymoq ekan qo'ygan. Dumarsiz ishkanlikka biz duvarliq beralaymiz deb aytgan qozoq shunday dedi soqchi. Shu qozoq o'yinchilarida avval shu bolalar ishkanlikka bilib kelinglarda dumarsiz ishkanlikni mana shunga vaqt bo'lamaylar dedi qozoq. Hozir sizlar shuni nadaligini bilmay izdayotsizlar-da sizlar. Shu ishkanlikni shu bilamadiq shundan keyin. Keyin beşer saytin keyin o'zi qo'shni. Nima aşağı shundan urumchidan kelin so'g'in qo'ymay, so'g'in bilan mishaga aytib qo'ydi meni Qashqarga. Hozir meni telefonchinim nima paysodan ilib oldi, ham bizga urib qoladi. Hozir onamni chiqsammi, qo'nib qasam naka topmam keldim deb qaynatamni shuna deydi. Bejonga bordik dedingiz a? Ha, Bejonga bordik, chiqyalik yurib ketdik, anglaydi adam chiqmadi. Shahardan shu Qashqardan adam chiqib, Urumchidan soqchi chiqib, 1.78 adam nekayina 48 soqchi chiqib tashlaydi nekayina. Xudo yig'ilish qilib qo'yib, shundan ichiga kirib qo'ydi bizni. U bir nedan bag'im qo'ymadi, u bir nedan bizimizni qaylab turishning tuyida. Urushib ketdi, men bizga biyaga ya o'g'illik qilmasak ya biqal. Edimotamiz bundan soqchi qilib yuradi, biz qilib keldik. Bir mushkil kirsa izdaydi, to'xtib kirsa izdaydi, to'rtmaldan so'sa dadistonsa izmay nima qildim deb urushib ketdim aşağıda. Aşağıdan mishagandirib keldi. Yandirib keldi. Yardım poyezddan chiqib, o'rganib kelan desam, ay gumshi qapirimizda, gumshi qapadi, gumshi qilib, nima vardingiz dedim men, erimni kutgan hukumat shuni izlab bordim, o'zimni saqma shuni izlab bordim. Qasimiz birinchi bo'ldi, izdashmidan jinoyat qilib yoki xiroya etib, ediyortirib qo'ygan bo'lsa, nada bo'lishdan qarshi. Desam sen yana boramsiz deydi. Bu shirada boshqa odamlar qilsam, borma. Agar biroz bo'lamni dadasini xabarini berishmasang bormayman. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida 5-yildan keyin g'oyib bo'lganlardan Abaxin Sopurning kimligi
va uning g'oyib bo'lish voqeasi, shundoq uning oila tabotining buni izlash jarayonlari haqida tafsiliy xabar berdik.